Rizqim uzilganga o'xshaydi chog'i. Izlama hech qanday tashxis va malham, tobora avjlanar dardning o'chog'i, yetolmasam kerak Toshkentgacha ham. Tek qo'y kuzatmagin vujudim og'rir. Ellik qala degan yurtda ne gunoh, vatanning sharqida tug'ilib oxir g'arbida o'lmoqni bitildi Alloh. Ig'vo tarqatmanglar maza bemaza, mabodo yuz bersa biror bir korxol Toshkentda ochmasin. Hech qanday oza sim qoqqan Abdulla Orifga darhol. To'xta aytib qolay jon pishmasidan, hammasi joyida sayf stol palos. Faqat yozuvchilar uyushmasidan bir varaq ariza qarzim bor xolos. Aytgancha stolim chap tortmasidan, bir shoir yigitning qo'li yozmasi bor, adashmasam edi. Yurtga qasida shuni nashriyotga taqrizga yubor. Og'zim quriyapti, suv ber bir qultum, ruh o'zin ulfati jondan kuymoqda. Oh ota bo'libmi? Nima ham ko'rdim, yuragim kuymoqda, ichim kuymoqda. To'rt bolamdan birin menda ko'ngli yo'q. Nima qilay, axir Xudoyim aytsin, Nazira o'gaymas. Uning o'g'li yo'q. Boburga aytinglar, Darxonga qayt. Shoirning she'rlari taqdiri derdi. Rost ishonmasdim, bosmasdi titroq. Nahot Robbim menga shunday dard berdi. Taqdirim bo'ldimi lola qizg'aldoq. Jonsiz jigarimga botmoqda tikan. Qoraytirib borar yuzlarimni ham. Aslida she'rlarim peshonam ekan. To'yin ko'ra olmadim qizlarimni ham. O'lsam 3 qizimga bo'ladi og'ir, ehtimol ular ham qilishar toqat. Yig'lashib ko'nadi oxir. Onamni ko'ndirib bo'lmaydi faqat. Kor qilmaydi unga hech himmatingiz. O'zin ado qilar jonini yeya. Ayting sekingina Muhammadingiz. Ketdi Muhammadning yoniga deya. Soat nechi bo'ldi? Qosh qoraydimi? Jonga tegdi dersan shu shoiri ham. Menga havo yetmas, jon toraydimi? Buncha hayalladi Azroil ham. Kelishin kutamiz endi nachora. Bir shoir jonida intiqomi bor. Aytgancha 3 kundan keyin bechora Nozima qizimning imtihoni bor. Nima bo'lar rektorga borgin, bir iltimos qilgin uchrab o'ziga. Teksa tegibdi-da yordami axir Muhammad Yusufning bitta qiziga. Ana kelayotir ajal pishqirib. Uzmoq bo'lar rizq saodatimni, qaysi bir so'zimda olar ish qilib. Aytib qolay endi shahodatim. Oh nima deysan Naziramga ayt, sho'rlikni yozi qolib qishi tushmasin, yana tilga chiqar o'zim bitgan bayt, nomard odamlarga ish tushmasin. Unga shon kerakmas, unvon kerakmas, yetadi xilqat va xayoli degan unvon berib ketay men unga avaz, Muhammad Yusufning ayoli degan. Ichim achyapti adabiyotga. Arzirli bo'lmadi o'gitlarim ham, so'zimni muhrlab adabiyotga odam bo'larmikin shogirdlarim ham. Bilaman yozadi qalamim o'pib. Sirojiddin azim suyurlar, qo'rqaman qo'shiqchi shoirlar qopib, bosib kelmasmikin qaroq yo'llar. Nahot o'z-o'zimdan ko'nglim to'lmasa, chala qoldi saboq, bo'ldi endi kech, faqat bir o'giti dardli bo'lmasa, shoirman demasin Muhammadga hech. Muhammaddan iymon, Yusufdan jamol, yashadim lek shoir jismi bilan men. Gunoh ham qilganim rostdir ehtimol, 2 payg'ambarning ismi bilan men. O'zi kechirguvchi istig'for aytgim, dariq tutma mendan muhabbatingni, o'zingdan yaraldim, o'zingga qaytgim, o'zing kechir sotda Muhammadingni.